Men mana shu hududda 97-yildan beri yashayman. Oldin mana shu yashab turgan mana shu joylarimiz doim qarovsiz, bolalar bilan chiqishga qo'rqardik. Mana hozirgi kunda kelib davlatimiz bizni xalqqa yaratib berayotgan har bir sharoiti biz oddiy fuqaroni qoniqtiradi. Biz bu o'zgarishlardan juda xursandmiz. Ko'rib turibsizlar, atroflar juda gullar bilan, rayhonlar bilan bezalgan. Biz bundan juda ham mamnunmiz. Nevaralar bilan, farzandlar bilan kelganimizda juda ham xursand bo'lamiz. Shu rahbarlarimizni tan joni sog' bo'lsin, xalqni xizmatdan charchamasin. Oldin bironta narsani hal qila olmasdik, qiynalardik. Hozirgi kunda hukumatimizga, hurmatli prezidentimizga rahmat. Hozirgi kunda juda chiroyli domlarimizga hamma yog'iga gullar ekilgan, yangi yo'llar ochilgan, ariqlarda suvlar oqyapti, yo'llar ham yaxshilangan, asfalt qilindi. Hamma yoq chiroyli, hech bir kamchiligimiz yo'q.